Uchqun yosh bilimdonlar uyidagi o'quvchilarimiz birinchi bosqich, ya'ni kompyuter savodxonligi to'galigini tugatib, hozirda dasturlash yo'nalishiga qadam qo'yishdi. Ularga dasturlash yo'nalishida omad tilab qolamiz. Kompyuter savodxonligi to'galigini muvaffaqiyatli tugatganlar uchun ularga sertifikat taqdim etamiz. Qurbonov Xo'jakbar. Tabriklayman. Kompyuter savodxonligi to'galigimiz muvaffaqiyatli tugatganingiz bilan. Abrorov Saidmuxtor. Saidmuxtor, tabriklayman. To'galiklarimizni muvaffaqiyatli tugatganingiz bilan. Kimisi? Xo'p. Shavkatov Abubakar. Abubakar, tabriklaymiz. To'galiklarni tugatib olganingiz bilan. Mana. Xo'p. Baxtiyorov Akbar. Bu Akbar bizdan eng sho'x o'quvchilarimizdan-da bu. Tabriklayman. Kimisi? Abrorov Saidalo. Tabriklayman Saidalo. O'tkurov Sardor. Sardor, tabriklayman. Muvaffaqiyatli tugatganlaringiz bilan. Xo'p, qizimiz bor ekanlar, Shavkat va Robiya. Sizni ham tabriklaymiz. Sertifikatlar muborak bo'lsin. Bolalar, sizlarni avvalambor kompyuter savodxonligi to'galigimizni muvaffaqiyatli tugatganlar bilan hammanglarni tabriklab qolaman. Mana endi hozir sizlar dasturlash yo'nalishiga qadam qo'ydinglar. Dasturlash yo'nalishida sizlarga omad tilayman. Kelajakda biliminglar, ilminglar bundan-da ziyoda bo'lsa. Xalqimizda bitta gap bor, ustozidan o'tmagan shogird shogirdmas deyiladi. Hammanglar ustozlardan ham ilminglar ziyoda bo'lib yursin. Hammanglarni tabriklaymiz, bola. Yana bir bor.